farzandimizni qori qilishligimiz uchun onalarimizni, aynan ayollarimizni Qur'onga da'vat qilaylik. Duo qil deysiz, ahli ilmga kelasiz, farzandim qori bo'lsin. Lekin onani 5 vaqt namozidagi olabulaligi bo'lsa, lekin onani ro'zalarida subutlik bo'lmasa, u ona ko'proq Qur'on emas, ashulla eshitadigan bo'lsa, Alloh asrasin, ko'proq g'iybat qiladigan bo'lsa, u bolani qanday qori bo'lishini kutasiz? U o'sha go'shtdan tug'iladi, o'sha lahamdan tug'iladi. Shuning uchun ham ona taqvosi, ahlilarimizni taqvosi o'zimizdan ham yanada kuchliroq bo'lishi kerak. Bunga e'tibor qilsak, o'sha farzandlar inshaalloh taolo o'zi tug'ilishligida Allohning marhamati bilan qori bo'lib tug'iladi. Bu juda ham e'tibor beriladigan o'rindir.